Piramidalarning ostida uzunligi 2 kilometr bo'lgan ulkan inshootlar topildi. Butun dunyo bilim insonlarining ko'zlari hozir piramidlarga qaragan. Misr hukumatı esa jim, hech kimdan bir javob yo'q. Yoki haqiqatni yashirishmoqdami? Agar iddao qilinayotgan manbalar to'g'ri bo'lsa, biz o'qigan piramidlar haqida tarixiy manbalarni Misrga otish vaqti keladi. Piramidlarning ostidagi bu inshootlar Qur'oni Karimda bundan 1400 yil oldin aytilganini bilarmidingiz? Agar siz ham bu oyatlarni eshitsangiz, Qur'oni Karimni Alloh tomonidan tushirilganligiga iymoningiz yana bir bor komil bo'ladi va Qur'onning yana bir ilmiy mo'jizasiga guvoh bo'lasiz. Misr piramidlari bugungacha hali ham qanday qilinganligi cho'zilmagan bu piramidlar tosh bloklaridan qurilgan Firavnning qabri emas edi. 23 million blok toshdan qilingan bu piramidlar tarixning eng buyuk va sirli inshootlaridan biri hisoblanadi. Har biri 2-3 tonnalik tosh bloklaridan qurilgan va eng qiziq tomoni shundaki, bu piramidlar shu qadar aniqlik bilan qilinganki, zamonaviy texnologiyalar ham bunday darajada aniq ishlay olmaydi. Qanday qilib qadimgi misrliklar buni uddalagan? Ba'zilar bu piramidlarni ot qavmining odamlari qurgan, ba'zilari esa o'zga sayyoraliklar qurgan deb o'ylaydi. Nega deganda, yerning markaziga nisbatan aniqligi va yulduzlar bilan uyg'unligi odamni hayron qoldiradi. Hozirgi kunda esa ularning qanday qurilganligi emas, balki piramidlarning ostida nima saqlayotganligi muhim. Misr piramidlari ostida sirli inshootlar aniqlandi. 2025-yil mart oyida xalqaro olimlar guruhi Italiya, Shotlandiyadan kelgan tadqiqotchilar Misrdagi buyuk piramida atrofini yangi radar texnologiyasi yordamida o'rganishdi. Ular pastlikka 2 kilometr chuqurlikka joylashgan katta inshootlar tizimini aniqlashdi. Uzunligi 2 kilometrga yaqin, tuzilishi silindrsimon, pasti esa to'rtburchak ko'rinishga ega ayrim joylarda xona shaklidagi bo'limlar aniqlangan. Bu ma'lumotlarni 2025-yilning mart-aprel oylarida ko'plab ishonchli nashrlarda chop etildi. Euronews, Washington Times va boshqa xalqaro ilmiy portallarda ham. Olimlarning o'zi bu yer osti inshootlarini quyidagicha izohlashmoqda. Bu tabiiy g'or emas, bu muhandislik asari ko'rinishiga ega. Ehtimol bu qadimgi misrliklar tomonidan qurilgan yoki undan ham qadimgi davrlarga tegishli bo'lishi mumkin. Bu tuzilma hali rasmiy arxeologik qazishmalarga kiritilmagan, sababi hozirgacha arxeologik qazilmalarni qilishga ruxsat berilmagan. Faqatgina masofadan tahlil, radar, yer osti tasvirlash uskunalari orqali kuzatishga ruxsat berilgan. Barchani hayratga solgan narsa bu sirli stunlarni joylashuvidir. Ular aynan buyuk piramidlarning tagida joylashgan va to'g'ri geometriyaga ega bo'lgan. Ayrim olimlar buni yer osti yo'llari, boshqalar esa sirli marosimlar joyi yoki piramidlarning asl qismi yer ostida, biz ko'rib turgan joy piramidning tom qismi deyishmoqda. Ammo muhim fakt shuki, hozirgacha hech qachon bu darajada aniq yer osti tasvirlari olinmagan edi. Misrlik tadqiqotchilar va xorijiy ekspertlar bu joyni o'rganishni davom ettirish uchun yangi hamkorlik loyihasini boshlab yubordi. Bu joyni to'liq ochish shu kungacha olgan tarixiy manbalarni o'zgartirishi mumkin deydi Italiya va Shotlandiyalik tadqiqotchilar. Olimlarni diqqatini tortayotgan narsa shuki, 640 metr uzunlikda bo'lgan 8 dona silindrsimon va qoziq shakldagi inshootlar edi. Bu inshootlar xuddi ko'rib turganingiz kabi piramidlarni yeriga mustahkam turishi uchun qoqilgan qoziqlarga o'xshaydi. Bu silindrsimon qoziqqa o'xshash shakllarni hali nimaligi ma'lum bo'lmagan
qanaqa narsalar bilan o'ralganligi e'tiborni tortadi. Eng qiziq joyi shundaki, bu spiralsimon qoziqlarni tagida bo'lgan eni va uzunligi 80 metrga 80 metr bo'lgan kubsimon inshootdir. Kubsimon inshootlar nima ishga yarardi? Ba'zi bir olimlar buni energiya to'plovchi xona deyishdi. Boshqalar esa yo'qolib ketgan tarixiy manbalar va madaniyatlarni saqlagan xona bo'lishi mumkinligini iddao qilishadi. Bunga ularning dalili esa eski Misr mitologiyasida Tutanxamonni ba'zi bir manbalarni sirli xonalarga saqlaganligi va u sirli ma'lumotlarni faqatgina o'sha manbalarga loyiq bo'lgan inson topishi yoziladi. Bu kubsimon shakldagi inshootlar sirli ma'lumotlar saqlangan xona bo'lishi mumkin. Endi esa Qur'oni Karimga aytilgan va Musa alayhissalom hayotida bo'lgan g'ayrioddiy voqea haqida gaplashamiz. Bundan oldin bu voqealarni yaxshi tushunishimiz uchun Nikola Teslani piramidlar bilan bo'lgan izlanishini qisqacha aytib o'tishimiz lozim. Nikola Tesla zamonaviy elektr energiyasi asoschisi. Uning g'oyalari bugungi texnologiya asos bo'lgan. Ammo Tesla Misr piramidalari bilan ham qiziqqan. Ular orasida qanday bog'liqlik bor? Tesla piramidlarni me'moriy inshoot emas, balki energiya uzatuvchi qurilmalar deb hisoblagan. Uning fikricha, piramidlarning joylashuvi Yerning tabiiy energiya yig'ish va uzatish uchun moslashtirib qurilgan deb o'ylaydi. Tesla bu g'oyani o'rganib, o'zining mashhur Wardenclyffe minorasini qurdi. Bu minora orqali u simsiz energiya uzatishni maqsad qilgan edi. Tesla piramidlarning energiya yig'ish xususiyatlarini o'rganish uchun turli tajribalar o'tkazgan. Uning nazariyasiga ko'ra, piramidlarning ichi tuzilishi va materiallari, masalan, granit va ohaktosh energiya yig'ish va uzatishda muhim rol o'ynagan. U shuningdek, piramidlarni Yerning magnit maydoni bilan qanday aloqada bo'lganligini o'rganishga harakat qilgan. Teslaning fikriga ko'ra, piramidlar uchi energiya yo'nlantirishga va keng tayanchlar esa to'plashga xizmat qiladi. Dunyodan kelgan energiyalarni to'plashga mukammal bir holatda edi deydi. Ba'zi bir hozirgi olimlar esa Teslaning fikrini ma'qullab, piramidlar bo'lgan hududda dunyo elektr magnit energiyasini eng ko'p uchraydigan joy deyishadi. Piramidlar bu energiyalarni to'plab ba'zi bir frekanslar orqali dunyoga yoyayotgan bo'lishi mumkin deyiladi. Bu frekanslar esa inson miyasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu yerda piramidlar Nikola Tesla bilan frekans teoriyasida birlashadi. Nikola Tesla hamma narsa tebranish, hamma narsa bir frekansdir va piramidlar bu buyuk orkestraning antennalari edi degan. Balki minglarcha yillar oldin qadimgi insonlar energiyani qanday nazorat qilishni bilishar edi. Bu inshootlarning ostida buyuk energiyani to'plash va tarqatish uchun qilingan buyuk inshootlar deyish quloqqa ajib eshitiladi. Balki bu sirni ochishimiz uchun juda oz vaqt qolgandir. Ba'zi bir nazariyalarga ko'ra bu oddiy tabiiy energiya emas, bu bir narsa edi. Jonli kabi, harakatlanuvchi sirli buyum yoki energiya tarqatuvchi manba. Bu narsa yuzidan Firavnning qo'shinlari harakatga tushgan bo'lishi mumkin. Musa alayhissalom Misrdan xalqni olib chiqar ekan, Firavn uning ketishiga ruxsat bergan va to'satdan hamma qo'shini bilan uning orqasiga tushgan edi. Nima sababdan? Ba'zi bir iddaolarga ko'ra, Musa alayhissalom faqatgina xalqni emas, balki bu piramidlarning qa'rida yotgan energiya manbaini ham olib ketganligi aytiladi. Va bu energiya manbaini Musa alayhissalom muqaddas omonati ahid sandig'i ichiga joylashtirildi. Va bu ahid sandig'ini oddiy sandiq emas, balki olib yuradigan bir energiya va jang maydonlarida mo'jizalar yaratadigan bir quvvat manbaiga aylandi. Shuning uchun ahid sandig'iga ruxsatsiz, tayyorlanmasdan va bilmasdan tegingan ular edi.
Bu manbalarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini faqat Alloh biladi. Men Qur'ondan va sahih hadislardan boshqa kelgan payg'ambarlar haqida va dinga aloqador manbalarga ishonishingizni maslahat bermayman. Endi esa Qur'oni Karimdagi manbaga o'tsak. Qur'oni Karimda Firavn haqida shunday deyilgan edi. Qoziqlar egasi Firavn. Sen Robbing otga qanday muomala qilganini bilmadingmi? Baland ustunli Iramga, uning misli boshqa diyorlarda xalq qilinmaganga va vodiyda xarsang toshlarni kesgan Samudga, qoziqlar egasi Firavnga Robbing nima qilganini bilmadingmi? Bu oyatni islom ulamolari, ya'ni qoziqlar egasi kalimasini Firavnning odamlarni qiynash usullaridan biri bo'lganligi uchun olgan deyshadi. Uning buyrug'iga bo'ysunmaganlar bo'lsa, ularni katta qoziqlarga mixlab qiynoqqa solinar edi. Ammo bu oyat ichida Ot qavmining baland ustunlarini, Samud qavmining toshlarni o'yishini va o'xshashi yaratilmagan Iram shahridan so'z kecharkan, Firavn haqida esa odamlarni qiynash usuli bo'lgan qoziqlarmi aytilmoqda? Yokida hozirgi kunda kashf qilinayotgan, biz yuqorida gaplashgan piramidlarning ostidagi qoziqlar haqidami gap ketmoqda? Agar bu to'g'ri bo'lsa, biz musulmonlar bundan 1400 yil oldin bilgan va Qur'oni Karimning yana bir bor Allohning kalomi ekanligiga dalil bo'ladi. To'g'risini esa Alloh biladi.